menga 1 litr tosh kerak. Yana nima kerak? 1 litr tosh. 1 litr suv emas, 1 litr yog' emas, aynan 1 litr tosh kerak. Yo'q, 1 kilogramm emas, 1 litr tosh kerak. Tasavvuringizda 1 litrda hosil qiling. Marhamat, siz nima haqida o'yladingiz? 1 litr deganda. 1 litr yog', siz nima haqida o'yladingiz? Suv, 1 litr Suv. Demak, ko'pchilikning xayoliga 1 litrlik bankadagi idish yoki bo'lmasa 1 litrlik baklashka kelyapti, ha? Lekin qattiq jismlar haqida aytganda esa ko'pchilik yo'q, kilogramm bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Chunki biz hayotda uni kamishlatamiz-da. Aslida 1 litr hamma tomoni 10 santimetrdan bo'lgan yoki hamma tomoni 1 detsimetrdan bo'lgan kubikchaning ichiga ketgan hajm ekan, jism ekan. Demak, toshni qanday qilib 1 litr olishimiz mumkin bo'ladi unda? Hamma tomonini 1 detsimetrdan yoki 10 santimetrli qilib kubikcha qilib kesib olsak, unda biz nimaga ega bo'lar ekanmiz? 1 litr toshga ega bo'lar ekanmiz. Yog'ochni qanday olamiz 1 litr yog'ochni? Uni ham xuddi shunday tomoni 10 santimetrli kubikcha kesib olsak, bu nima hosil bo'lar ekan? 1 litr yog'och hosil bo'lar ekan. Xuddi shu kabi 1 litr havoni ham olishimiz mumkin. Lekin ko'pchilik litr deganda suyuqlikni ko'proq ishlatganligi uchun tasavvurida birinchi nima kelar ekan? Suyuqlik kelar ekan. Demak, bemalol 1 litr toshni ham olishimiz mumkin.